Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 3-ayning 15-kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatı 14-mart Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 55-qatimliq yig'inida Xitoy atalmış kishilik huquq jamiyati sohibxonlik qilgan atalmış zamonaviy taraqqiyotdagi oz-sonli millatlarning ma'rif huquqi, Jungoning Shizang va Xinjiangni ulgu qilish temasida axborot e'lon qilish yig'inini Shveysariyaning Jenevada o'tkazgan. Yig'in jarayonida Xitoy o'rlashtirgan Sharq Turkiston va Tibet rayonini tadqiq qilgan atalmış universitet va tadqiqot o'rinlaridan kelgan bir turkum Xitoy mutaxassislari va olimlari Sharq Turkiston va Tibet rayonidagi atalmış oz-sonli millatlarning ma'rif huquqini qo'g'dash haqidagi yolg'on tadqiqot natijasini o'tirib qo'ygan. Atalmış Şinjan Üniversitesi axborot va aloqa bo'limining dotsenti Tursun Abay Şinjandagi har millat bo'libmi oz-sonli millatlarning ma'rif huquqiga kafolatli qilish uchun Şinjan ma'rif tarmoqlarini kengaytirib mablag' solish davom qilyapti. Şinjan Milliy ma'rif o'rtaq tili va yoziq o'qishligi qonun bo'yicha berilyapti. Shundaqla boshlang'ich va o'rta maktablarda Uyg'ur tili va qozoq tillarida darslik qilib so'zlandi. Oz-sonli millat o'quvchilarining o'z tili va yoziqini o'rganish huquqi to'liq qo'g'diladi. Şinjandagi minglagan o'quvchilar oliy ma'rifni qabul qilib, davlatning oz-sonli millatlarga e'tibor berish siyosatidan bahramand bo'ldi. 1987 yildan boshlab Jungo hukumati Xitoyning ichki o'lkalaridagi maktablarda Şinjan milliy sinfi va oliy maktab tayyorlik sinfi qatorliqlarni tashkillab, oz-sonli millat o'quvchilariga oliy maktabga qabul qilish sharti va o'quvchi qabul qilish nomeri jihatdan munosib e'tibor siyosatlari berildi. Bu Şinjandagi nurg'un oz-sonli millat o'quvchilarini universitetda o'qitish fursatiga ega qildi. Konkret sonliq ma'lumotlarga qaraganda Şinjanning savodsizlik nisbati ko'rinarli tövalladi. Her türlük maktablarning soni va tarbiyalangan o'quvchilarning soni ko'rinarli oshdi deganlarni bildirgan. G'arbiy Shimol siyosiy fan va qonun universiteti kishilik huquq tadqiqot markazining tadqiqotchisi Chao Bashin mundaq degan: Iroq dehqonchilik va chorvachilik rayonlaridagi bolalarning qatnash qiyin bo'lish masalasini hal qilib, maktab va o'qitish sifatida kafolatli qilish uchun Şinjandagi nurg'un joylarda amaliy ehtiyojga asosan yotoqli maktab qurildi. O'quvchilarning o'rganish sharoiti va shaxsiy bexatarligi ota-onalarni g'am andishidan xalos qilib, oz-sonli millatlarning ma'rif huquqini qo'g'dashning yorqin ulgisiga aylandi. Ba'zi davlatlar Jungoga qilgan tuhmatlar haqida o'zini tekshirish kerak. Bugungi kunda Şinjandagi yotoqli ma'rifni G'arbning mustamlikasi davridagi yotoqli ma'rifning vahshiyligi bilan o'qitish to'lim bema'nilik. Markaziy Janub Universiteti kishilik huquq tadqiqot markazining tadqiqotchisi Li Juan, Jungo oz-sonli millatlarning ma'rifdan bahramand bo'lish huquqini qo'g'dash uchun atrofli qonun kafolati bilan ta'minladi. Asos qonun, rayonlik milliy avtonomiya qonuni, ma'rif qonuni va majburiyat ma'rif qonunida oz-sonli millatlarning ma'rifdan barobar bahramand bo'lganligi aniq bekitilgan. Jungoning ma'rif qonuni yana davlatning majburiyat ma'rifini va milliy ma'rifni umumlashtirish, oz-sonli millatlarning so'zlash va til yoziqini taraqqiy qildirish huquqini qo'g'dash qatorliq oz-sonli millatlarning ma'rifini qo'llash majburiyatini to'liq ado qildi deganlarni bildirgan. Yig'in jarayonida yana atalmış oz-sonli millatlarning zamonaviy turmushini aks ettirish temasida rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Analizchilarning deyishicha, Xitoy tajovuzchilarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining markaziy Jenevada bu yig'inni o'tkazishi Xitoyning xalqaro oldida qattiq besim ostida qolganligi. Shu sababdan Sharqiy Turkistonda va Tibetda o'tkazgan madaniyat va ma'rif qirg'inchilik jinoyatini yoshirish va o'zini oqlash ekanligini bildirishgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.